issiqxonalarda plyonkani sifati yaxshi-da, lekin juda ko'p joylarda yirtuv joylari bor. Alishtirishga shoshilmang, chunki plyonka uchun maxsus skochlarimiz bor. Mana shu skochdan foydalanadigan bo'lsangiz, plyonkanglar chiriguncha mana shu skochlarimizni xizmat qilib bera oladi. Hozir biz bu yerdan bitta eksperiment o'tkazib ko'rmoqchimiz. Qaranglar, taring turibdi. Deb aytaylik, yirtilib ketdi. Yirtilgandan keyin mana shu skochdan foydalanishdan oldin oddiy lattada artiladi. Chang bo'lish kerak emas, nam bo'lish kerak emas. Mana hozir biz artib oldik. Mana qalinligini ko'ringlar, e'tibor beringlar, ancha qalin. Mana ko'rishingiz mumkin, mana shu joyiga quyosh tushgandan keyin mana shu skochimiz plyonkani o'ziga singib ketadi va plyonkanglar chiriguncha mana shu joyi polniy xizmat qilib bera oladi. Ya'ni uzoq vaqt xizmat qilib bera oladi. Ana shunaqa holatga kelib qolganda hamma o'zi xohlagancha skochdan foydalanib ko'radi. Keyin bitta yomg'ir, bitta shamol bo'lgandan keyin yog'ini yana ko'rasiz. Orasiga suv kirib qoladi, chang kirib qoladi, yana ko'chish boshlaydi. Yana plyonkanglar yirtilayotgan joyidan yana kattalashib ketib qoladi. O'shaning uchun Xitoyda ishlab chiqarilgan 4 xil razmerlari bor, rangi oq ham bor, ko'k ham bor. Mana shu skochdan bir marta foydalaning, bo'ldi, qaytib u joyga qaramaysiz ham plyonkasi chiriguncha xizmatingizni qilib bera oladi. Ana shu foydalanayotgan skochlarning puliga babram mana shu narxga borib qoladi. Ya'ni men aytmoqchi bo'lganim, unaqa qimmat ham turmaydi. Agar sizlarga mana shunaqangi sifatli skoch mahsulotlari kerak bo'lsa, mana bu pastdagi raqamlarga murojaat qilinglar. Bizning menejerlarimiz to'liq ma'lumotlar berib, optim narxlarni aytib o'tib ketadi. Bu videoni issiqxona bilan shug'ullanadigan aka-ukalarga jo'natib qo'yinglar. Ali baraka, barakali hosilingiz manbai.